Yen dolar 83, euro 87 so'm 20 tiyin, rubl 1 so'm 29,5 tiyin. Aziya Trade. Dolar 83, euro 87 so'm 20 tiyin, rubl 1,275. Assalomu alaykum hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Bizning kanalning qatnashchilari salomatsizlarmi? 11 iyul 2022-yil Bishkek, Moskovskiy, Sovetskiy ko'chalarining keshilishindagi обменкаларды bilib bermoqchimiz. Biz bilan bo'lingizlar. Kanalda жаңы bo'lib жатсаңыз, qizil подписаться knopkasini basıp, qo'ng'iroqchani basıp qo'ysangiz, o'shanda biz kirgizib baratgan videolarni birinchilardan ko'rib, o'z vaqtida almashtirib, o'z vaqtida satib alasizlar valyuta kurslari. Andimesa ketdik. Taksi almashtiruvga dolar 83, euro 87, rubl 1 so'm 29 tiyin. İki обменканы bir ko'ramiz. Partnyor dolar 83, euro 87 so'm 50 tiyin, 1 rubl 1 so'm 29 tiyin. Manistream dolar 83, euro 87 so'm 50 tiyin, rubl 1 so'm 30 tiyin. Bank dolar 83, euro 85 so'm 50 tiyin, rubl 1 so'm 30 tiyin. Jandaga обменканы ko'ramiz. 83 dollar, euro 87 so'm 50 tiyin, rubl 1 so'm 30 tiyin.